O'suvchi geometrik progressiya deyapti. O'suvchi geometrik progressiyada B1 plus B2 plus B3 ni beryapti. Bular hammasidan B1 ni qavsdan olib chiqadigan bo'lsak, 1 plus Q ning kvadrati, Q ning o'zi B3 ning o'rniga Q kvadrat qolib ketar ekan. Teng 91. Endi ikkinchisidan ham, ikkinchi tenglikdan ham B1 bilan Q ni qavsdan tashqariga olib chiqsam, ya'ni B2 ni olib chiqsam, B3 ni o'rniga bitta Q va minus 1 qolar ekan. Teng B1 teng 42. Ikkalasini bo'lib qo'ysam, B1 bilan B1 qisqarib ketadi. Tepada 1 plus Q kvadrat. Mana bu pastdagi ikkalasini ko'paytirib ham qo'ysa bo'lar ekan. Demak, bu bizga Q kvadrat minus 1 ni beradi. Demak, 91 bilan 42 bo'ladi ekan bu yog'i. Endi buni 42 bilan qisqartiradigan bo'lsak, nechiga qisqarar ekan? 7 ga qisqarar ekan. Buni 7 ga qisqartiradigan bo'lsak 13. Buni 7 ga qisqartiradigan bo'lsak 6. Demak, buni hisoblab qo'yadigan bo'lsak 6 plus 6 ta Q plus 6Q kvadrat teng 13. Mana bu yerda bitta Q qolib ketibdi. 13Q kvadrat minus 13Q. Hammasini bir tomonga o'tkazsam, bu menga 7 ta Q kvadrat minus 19 ta Q minus 6 teng 0 ni berar ekan. Endi buni diskriminantini hisoblasak, xullas buni diskriminantini hisoblab qo'yadigan bo'lsak, 19 ning kvadrati ayrilgan 4 kara 7 karata minus 6, shu minus bilan mana bu minus plusni berib ketsa, bu 529 ga, ya'ni 23 ning kvadratiga teng bo'lib qolar ekan. Endi Q o'zi minus 19 plus 19 olamiz, qo'shilgan 23 bo'lingan 14. Birinchi yechim, bu birinchi Q. Buni hisoblab qo'yadigan bo'lsa 12, bir kallada 3 4 42 ga 14. Javob 3 chiqar ekan. Keyingisi ikkinchi Q. Demak, 19 dan 23 ni ayirib 14 ga bo'ladigan bo'lsak, bu bizga minusdan 5 taqsim, yo'q, 4 taqsim 14 ni berar ekan. 2 ga bo'lib qo'yadigan bo'lsa 2 taqsim 7. Endi bu geometrik progressiya o'suvchi bo'lganligi uchun biz Q ni birdan kattasini olamizda. Endi Q bor, xohlagan bitta Q ni o'rniga qo'yib B1 ni topib olsa bo'ladi. Maslahatim mana ikkinchi tenglamani o'rniga qo'yamiz. B1 demak 3 2 42 6 bo'lsa, B1imiz 7 ga teng bo'lar ekan. Endi S2 ni topish uchun B1 ga B2 ni shunday qo'shib qo'ysa ham bo'ladi. B1 ga qo'shib qo'ysa, B2miz nechiga teng bo'ladi? 21 ga teng bo'lar ekan. 28 degan javob to'g'ri javob ekan. 28 degan javob. Ham o'zining formulasi ham bor. Sn ning formulasi bu B1 1 minus Q ning n'inchi darajasi bo'lingan 1 minus Q degan. Shunga ham qo'ysa bo'ladi. Shunga qo'yib ko'radigan bo'lsak, S2 demak B1 ning o'rniga 7 qo'yaman. Q ni o'rniga agar 3 ni olib kelib qo'yadigan bo'lsam, kvadrati 9 bo'ladi, minus 8 ni beradi birdan ayirsam, bo'lingan minus 1, minus 2. Demak, buni hisoblab qo'ysa, 4 ga qisqarib, minuslar 2 ga qisqarib, minuslar plus va bu 4 qo'ysa, qolsa 28 degan javob bu yerdan ham chiqar ekan.